Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Bugun sizlarga bir endish qilishga tegishli bo'lgan masalani sizlarga bildirish uchun men so'zlayapman. Biz Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati ning maslahatchilari bilan maslahatlashib, bu haqiqatni sizlarga oshkorlashni to'g'ri ko'rdik. Bizning diqqatimizga ma'lum bo'ldiki, ba'zi tashkilotlar Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini Amerikaning poytaxti Washingtonda o'tkazilmoqchi bo'lgan kommunist Xitoyninki vahshiycha ep bargan Tiananmen qirg'inchiligining 30-yilini xotirlash faoliyatida so'z qilishni to'sash uchun harakat qilmoqda. Bu faoliyatni Victims of Communism Memorial Foundation, ya'ni Kommunizm qurbonlari fondi tarafidan uyushtirilgan. Ve 4-ayning 22-sida Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini birlikda faoliyat qilishga taklif qilib so'z qilishga talab qilgan. Bu tashkilot maxsus bizdek xalqlarning haq-huquqini tashviq qilish uchun qurilgan bir tashkilot. 3 tashkilot, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq projekti ve Uyghur Amerika Birleşmesi, Victims of Communism Memorial Foundation'daki yaxşı insanlarga bir tehdit aralash teklifte bolgan. O bolsumu Victims of Communism Memorial Foundation Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini söz qilishdan chiqarib etmasa, bu ish tashkilot bu faoliyatga qatnashmaydi deb ilhid yazibdi. Bu ish tashkilotlar Amerika Kongresi tarafından kurulgan ve Amerika hükümetinden iqtisadi yardım aldığan National Endowment for Democracy, yani NED'den iqtisadi yardım aldı. Amerika hükümeti tarafından iqtisadi yardım algan bu teşkilatlar Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatiga qarshi chiqish uchun harakat qilgan va qilmoqda. Va yana Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati haqida tuhmat qilib yalgan sözlerini tarqatkan ve başkalarının Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatiga yardım qilishini to'sash uchun harakat qilib kelyapti. Bular Sharq Turkiston mustaqilligiga qarshilik qilishida necha sabablar bor. Birinchisi, bular Xitoyni xap qilib qo'yishidan qo'rqaydi. Ve Sharq Turkistonning mustaqillik hareketlerini qo'llash yaxshi emas deb o'ylaydi. Chunki ular Sharq Turkistonning mustaqilligi Amerikaning manfaatlariga qarshi deb o'ylaydi. Ikkinchisi, keng doirada Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash harakatlari Amerikaning tinchlik saqlash qismlarini harakatga o'tkazish siyosatiga undaydi. Dal shu bu tashkilotlarni qo'rqitdi. Chunki Sharq Turkiston bir kuni mustaqillik bo'lganda bularning mavjud bo'lib turish sababi yo'qoladi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini boshlaganda 1 yil ilgari, ya'ni 2018-yili 6-ayning 4-ida Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati aytdiki, biz hech qanday Sharq Turkiston va yoki Uyg'ur tashkilotlariga qarshi emas. Biz faqat Xitoyning Kommunist partiyasi ve işgal güçleri, yani mevcuttaki Xitoy devletiga qarshi harakat qilamiz dedik. Ve Sharq Turkiston xalqini uyg'otish ve dunyoga Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasini bildirish ve Amerika parlamentining Sharq Turkiston xalqini qo'g'daydigan bir siyosiy qonun chiqarishini ve Xitoyning amaldorlarini Global Magnitsky Act bilan jazolash uchun harakatimizni boshlagan edik. Çünkü bu üç teşkilatlar bunu kılmagan edi. Nim üçün başka teşkilatlar Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatiga qarshi harakat qilyapti? Nim üçün başka teşkilatlar Sharq Turkistonga mustaqillikni teşviq qilganlarning og'zini tuvoqlayman deydi. Bu bir so'zlash erkinligi masalasi. Yani İngilizcesi, this is an issue of freedom of speech. Bu teşkilatlar Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining so'zlashiga qarshi sebebi şahsen men Salih Xudoyordan deb
ve mening haqqimda o'zlari o'ydirib chiqarib teşvik qilgan tuhmat ve yolg'on so'zlarini bana ko'rsatib turmoqda. Ular meni aşkın milletçi ve Sharq Turkiston xalqi to'g'riliq aşkın o'ylab ketadigan biri deydi. Ammo sizlar tushunishinglar kerakki, ular mening so'zlashim qarshi emas. Ular Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining, ya'ni Sharq Turkiston xalqining mustaqillik ovozini chiqishiga qarshi. Biz boshqa Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni so'z qilishga chaqira olaydik. Yo'q, ular Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatiga qarshi. Chunki Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati haqiqatan Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasini teşvik qiladi. Bu ish tashkilotning so'z qilishdan qo'rqadigan bir ideya. Bu tashkilotlarning qarshi turdig'ini Sharq Turkistonning mustaqilligi munozirda bo'lib qilishi. Ular bichoralarcha o'z taqdirini o'z belgilash siyosatini qo'llaydiganligini deydi. Lekin aldanib ketmanglarki, bu ish tashkilot haqiqatan Sharq Turkistonga mustaqillik teşvik qildigan kishilarni to'sab keldi va to'sashni davomlashtiryapti. Bu so'zlab o'tganlarimni isbotlaydigan fakt va dalillarimiz bor. Biz pat yaqinda bu ish tashkilotning Sharq Turkiston Milliy mustaqillik harakatiga to'sash uchun elib borgan suiqasdlarining tafsiloti haqidagi ilxitlarni dunyoga oshkor qilamiz. Bütün Sharq Turkiston xalqining Victims of Communism Memorial Foundation'daki yaxshi bosh direktoriga xat yozib, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatini va Sharq Turkiston mustaqillik irodasini to'smoqchi bo'lgan harakatlarga qarshi turishini talab qilishinglarni umid qilamiz. Victims of Communism Memorial Foundation'ning direktorini torbitidan, ya'ni victimsofcommunism.org dan topa olasiz. Va qisqacha xat yozsangiz bo'ladi. Mayli ilxat orqali va yoki Twitterda tweet orqali. Bu videoni tushuntirishida yozilgan so'zlarni ishlata olasiz. Va bu videoni tushuntirishida shu Victims of Communism Memorial Foundation'ninki Twitter accounti va ilxat adresini topa olasiz. Bütün Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızning bu videoning keng doira tarqatishinglarni umid qilamiz. Va bu uch tashkilotning Sharq Turkiston xalqining mustaqillik irodasini to'sash uchun elib berayotgan harakatiga yo'l qo'ymayli. Rahmat, Janob Alloh bütün Sharq Turkiston xalqini va Xitoy Kommunist partiyasi va ishg'oliy kuchlariga tinchlik yo'llari bilan qarshi turayotganlarni o'z panohida saqlag'ay. Allohdan xalqimizga birlik, ittifoqlik va bir-birimizga qarindoshlik so'ygini ato qilishini tilaymiz. Va bilib bilmay ezib xato yo'lga menib qolgan qarindoshlarimizni to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni Sharq Turkistonning mustaqillik yo'liga boshlashini Janobi Allohdan tilaymiz. Va Sharq Turkistonda zulm tortayotgan millionlarcha qarindoshlarimizni o'z panohida saqlab, ularga sabr va chidam kuch-quvvat ato qilishini tilaymiz. Ve Cenab-ı Allah'tan pat yakında Sharq Turkiston Cumhuriyeti'ni asla keltirishimizga muvaffaq qilishini tilaymiz. Amin. Assalomu alaykum.